Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Rustam Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Akalar, joyimizga yaxshilab o'tirib olamiz. Hozir bitta zo'r joyga kelganmiz. Xudo xohlasa, shanba yakshanba kuni kelayotgan shanba yakshanba kuni. Bugun 15-may. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki sizga mashina sotib olganingizdan keyin tonirovka, bu ya'ni evakor polikli deysizmi, salon chexol, pultki chexol deysizlarmi? Bu вообще ko'p, juda ham bonuslar portlatib yuborilgan bitta joy ko'rsataman. Xudo xohlasa, akalar. To'g'ri, bu reklama, lekin foydali reklama, akalar. Foydali bo'lsa hamma tanishingizga yuborib qo'yasiz. Javob beraman. Okay, mana shu narsasiga. Okay, mana shuncha mehnatimga siz bitta like bosing, kommentariy yozing, videoni minus tomonini topsangiz, yana o'sha to'g'risida ham bitta kommentariy yozib qo'ying va undan keyin hozir ko'rgan mashinalarni qaysi birini keyin oxirida obzor qilaylik. Shuni ham fikringizni yozib keting, okay? Biz xudo xolasa bugun BYD Qibrayga kelganmiz, okay? Qibray tumanini ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Ko'pchiligi taniydi va Qibrayda bizning obunachilarimiz ham juda ham ko'p ekan. Juda ko'pchilik obunachilarimiz ham bu yoqqa kelib ko'rdik, okalar. So'rashdik, gaplashdik, maza qildik. Ko'p gap eshakka yuk. Okalar, ichkariga kiramiz, mashinalarni ko'ramiz, sekin-sekin oxirida esa mana shu toychoni ko'rsataman sizlarga. Toycho vashin zo'r. Navaratlari qitchu, black pianoli qilingan, garantiyalari bor. Okay, hamma narsasini sizga ko'rsatib chiqaman va 2025-yilda hozirgi paytda mashinalar narxi oshganmi, yo'qmi degan savol juda ham ko'p menga berishyapti. Shu savol sizga ham qiziq bo'lsa kerak. Bratan, joyingizga yaxshilab o'tirib oling, xudo xolasa. Endi esa biz sekin patixonko videoni boshlaymiz, sizga ko'rsatib beramiz. Faqatgina like esingizdan chiqmasin, okay. Uzoqdan qaranglar, mana okalar, baxtli insonlar ko'ryapsizlar. Mashinalarni sotib olish uchun kelishgan va mashinalarni ko'rib turishibdi. Bu yerda endi bitta qilamiz, okalar, mashinalarni qaranglar. Yuan Up, Chazor, Sigil okalar, Chazor, Yuan Up bu yerda okalar. Xudo xolasa chempionlarimiz qopdimi orqada. O Yuan Up bitta boshqacha rangi bor ekan, o'shani bitta borib ko'ramiz, xudo xolasa. Bitta ko'rishimiz mumkin, ayni shu yerda turgan mashinamiz BYD Yuan Up okalar. Rangini bitta ko'ringlar, rangi вообще необычный. Mana shu o'tirgan qizlardan so'rasak, mana shu mashinaning rangini tako fistashkoy tsvet deyildi. Yoki meni nazrim bo'yicha tako olivka bor-ku, zaytunga o'xshab ketadigan, yashil zaytun. Pishmagan elektr tako pishib o'tib ketib qolgan zaytunmi deb o'ylayapman-da, okalar. Rangiga bitta alohida tema bo'ldi, lekin mashina subkompakt crossover, ya'ni shahar ichida yuradigan elektrichka crossover mashinamiz. Klerenslar baland, bizani yamali yo'lida tegib qolmaydi, bemalol yursanglar bo'ladi. Bitta narsani eslatib ketib, bitta ko'rsatib keting, okalar. Bola chaqangiz bilan kelsangiz ham, bunaqa bola chaqangiz uchun o'ynashga joy bor ekan. Men o'g'limni olib kelsam, mana shu yoqqa qo'yib qo'yman-da, o'zim sekin video olib turaman, okalar. Yon tomondan ham bitta ko'rishingiz mumkin. Eshik ochadigan ruchkalar sal-pal o'zgargan, ya'ni Chazorlarga, chempionlarga qaraganda sal boshqacharoq. Biskilchuvo do'stlari bor, faqatgina bitta narsaga ahamiyat beringlar. Agar siz o'ng tomon qo'lingiz bilan ochmoqchi bo'lsangiz, pultni bosa olmasangiz, kelasiz, mana bu yerda bosmaysiz. Ko'rib turgansiz, bu yerda yo'q narsa, mana bu tomonga. Bu imminni chapaqaylar uchun ekan. Chapaqaylar bemalol bosib, biskilchuvo do'stni bosib turib, ochib o'tirishligi mumkin bo'ladi. Yaxshi, kattagina bo'lib ochilyapti. Tepalarimizda tako eko koja, o'rtalarimizda tako, rezinka aralash koja nimadir bo'lyapti. Lekin o'shaganingizda taktillashishi yaxshi. Tepalarimiz yumshoq, o'rtalarimiz yumshoq, bo'tlarimiz yumshoq, bo'tlarimiz esa jostki plastikdan qilingan. Bo'tlarimizda anatomik qilib qo'yilgan, oyna tushirib chiqaradigan va hokazo narsalar turibdi. Keyin orqadan ham joy ko'p. Oldida qanday bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqa yumshoq, qattiq. Sidenasi kojinli okalar, xudo xolasa, perforatsiyali sidenalar qo'yib qo'yilgan. Pinkasi ham, ko'titagi ham hammasi shamol tako aylanib turadi. Bizani iqlimda bemalol yursangiz bo'ladi. O'tirasiz tepa tomonda yopilmaydigan shishali tom bo'lib turibdi, lekin bu narsamizda yopilmaydi, okalar. Lekin shu pulga ham 266 million dollarda pastga yozib qo'yilgan, lekin so'mda ham normalni okalar. Hozirgi kunda lekin buni puliga bunaqa mashina lekin juda ham kam hozirgi 266 million. Bu yerdacha tasavvur qiling, mana mashina ovozini hamni ko'ryapsizmi, aka? Ko'ring, aka. Polni elektropривод qilingan. Bo'tlarimizda mayda chuta tashlab qo'yadigan joylarimiz va besprovодной zaryadkamiz ham bor, okalar. Bu yerda ikkita podstakannikimiz, barimiz ham katta, selektorimiz, bu yerda monitorchamiz va bunday kichkinagina tabloyimiz ham. Kazirovkani ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli qilingan. Lekin o'shaganingizdacha mana bunday qarang. Okay, lishniy ovoz chiqmayapti. Kamerani ham qimirlatib tashlaman, bemalol ushlaman mana. Ovoz yo'q, okalar. Gap yo'q, lekin zborkasi yaxshi. Bu hammasi Xitoy zborka. Mashinamiz 2025-yil to'liq zaryadda 400 km yuradi shahar ichida, xudo xolasa. Mashinaning narxi 266 million 700 ming so'm, okalar. Loyiq emas, kommentariyada yozasizlar. Shu mashinaning ustida juda ham qizg'in sportlar ketadi. Bu erkaklar uchunmi yoki ayollar uchunmi? O'zi teyini olib qaraganda, o'zi ayollar uchun degan mashinaning o'zi yo'q. Hamma narsa erkaklar uchun bo'lgan, faqatgina ayollar ham dashi erkaklar uchun yaratilgan, okalar. O'shaning uchun
Mashinani ayollar uchun, erkaklar uchun menimcha unaqa ajratish kerak emas. Otni ham ayollar chopadimi yoki erkaklar chopadimi, unisini farqi yo'q. Chopgan chopadi okalar, haydagan haydaydi. Shuning uchun Sigl mashinamiz okalar. Shahar ichida mazza qilib yuriladigan mashina. Takoy stilni, futuristik. Men to'g'risini qilib aytganda, oldi tomon ko'rinishida mana shu mashina menga yoqadi okalar. Nima uchun deganda, neobычный. Shahar ichida yurganingizda juda ham kam noyob bo'lgan mashinalardan bittasi. To'g'ri, ko'pdir, lekin odamning ko'ziga haligacha noyob bo'lib ko'rinib turadi. Diskalarimiz ham neobычный qilib qo'yilgan. Mana bu yerda oldida diskamiz va orqasida ham diskamiz. Oldida ham, orqasida ham disk va tormozlar bilan jihozlangan mashinamiz. Shahar ichiga hozirgi kunda menimcha bagaji ham kattagina okalar. Ya'ni Spark Matiz'larga qaraganda sal kattaroq menimcha, sal kattaroq. Narsa ko'p ketadi. Bu yoqqa bemalol. Bitta kerak emas odam tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bitta kichkina 65 talik metan gaz ham qo'ysa bo'ladi okalar. Endi biz o'zbekimizga o'zbeklar hammasi metan gaz so'raydi. Orqa tomonimizda spoilerlarimiz bor okalar. Akula plannika turibdi. Bunda ham eshik ruchkalarimiz pastdan ochiladi. Bitta narsa ahamiyat beringlar. Eshik ruchkasi уже Yuan Up'ga qaraganda unaqa kачественный emas, lekin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa chap qo'lda biskilchi do'stlar turadi. Chap barmoq uchun. Mashina ichiga o'tiramiz, bismillah. Kichkinagina tablochamiz bor, bu yerda monitorimiz bor. Okalar tepamizda panorama luk yo'q, hammasi qop-qora qilingan. Mashinaning saloni qop-qora dizaynda ishlangan, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu yerda bespроводной zaryadkalarimiz bor. Mana bu yerda har xil USB Type-C tiqadigan joylarimiz ham bor. Bu yerda ham mayda tashlab qo'yadigan joylari bor. O'rta tomonimizda ikkita podstakannik okalar. O'rtamizda mana bu bar ochilmaydi. Rulni ko'rsangiz bo'ladi. Multirul, lekin sportsion rulga o'xshab ketadi. To'g'risini qilib aytganda, BMWlarning qimmatini olsangiz ham xuddi shunaqa rul beryapti, BYDning arzonini olsangiz ham xuddi shunaqa rul beryapti. Ruliga lekin gap yo'q. Meni gapimga kim qo'shirsa, shu narsani kommentariyada yozib keting. Mana rul BYDlarniki juda ham zo'r. Bu yerda orqa tomon ruchkamizda ko'pchiliklar adashadi. Mana shunaqa joyga ko'p qo'l ketadi, ya'ni taksi to'xtaganda. Chunki biz Spark'ga o'rganib qolganmiz. Past tomondan bitta ochamiz, ochganimizdan keyin orqa tomonlarimizni, bu yerda hammasi jostkий plastik, tepalarimiz, botlarimiz sal yumshoqroq, koja aralash dermatin qilingan. Botlarimiz yumshoq qilib qo'yilgan, lekin botni ushaganda ощущение zo'r okalar. Sideniyalarimiz kojinlik, hammasi perforatsiyali qilingan. Ham kafshabrazli sideniyalarni ko'ringlar. Dizayni juda ham chiroyli. Narxi 208 million okalar. Xuddi shu narxga stoyishim yoki nestoyishim kommentariyada yozib qoldirasiz. Biz endi esa xudo xolasa hozir BYD ga o'tamiz yana. O'zbekistondagi eng trendda turgan mashinalardan bittasi BYD Chazor M fullovi pozitsiyasi 120 km yuradi. Batareykani o'zida mashinamiz 1,5 litrli atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan va undan keyin esa okalar mashinani bitta ochinglar va boshqacha mazza qilinglar. Chazor okalar hozirgi kunda O'zbekistondagi, ya'ni o'zimizda ofitsialni sotilayotgan C-klass mashinalar ichida eng nomer 1 Chazor bo'ladi. Nima uchun deganda, mashinani внешностini ko'ryapsizlar. Ya'ni tashqi tomon ko'rinishi juda ham dizaynlar chiroyli. Mashinamiz juda ham современный. 120 km elektrichkani o'zida yana bir bor qaytarib o'tamiz. 360 kamera, biskilchivoy dostuplar. Mana bu yerda ko'ryapsiz, mana уже o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Eshikning bitta ruchkasini ochasiz. Bu уже более такой глобальный рынок. Ya'ni bu dunyo miqyosida sotiladigan mashina bo'lganidan keyin bu yerda уже navrotlar ham ancha dunyo miqyosidagi navrotlar. Sigl bilan Yuan Up'ga qaraganda ancha yaxshiroq. Mashinamizdan ko'rib turganmiz, bu eng full pozitsiya. Adaptivniy cruise control, 360 kamera, batareykalari, undan keyin DMI okalar. Bu juda ham aqlli bo'lgan tizim. Ya'ni elektrokarlarda посредственный, undan keyin parallelniy gibrid degan joylari bo'ladi. Посредственный gibrid bu bilasizlar okalar, faqatgina elektromotorning o'zida, ya'ni Nissanlarning gibridiga o'xshagan bo'ladi. Parallelniy gibrid esa xuddi shu BYD turgan eng texnologik gibridlardan biri parallelniy gibridlar bo'ladi. Agar texnologik bo'lmaganda hozirgi kunda kelib Zikr 9X ham parallelniy gibridda chiqmasa, Zikr dunyo miqyosidagi bilasiz eng katta kompaniyalarning birisi, ya'ni Geely Groupda hozirgi paytda Zikr X9 chiqdi okalar. Lilaga konkurent, Liladan ancha qimmat, 150 million atrofida tursa, 150 million atrofida bo'ladi u mashina. Lekin o'sha mashina ham xuddi BYDnikiga o'xshagan parallelniy gibrid qo'yib qo'ygan. Parallelniy gibrid ya'ni elektromotor faqatgina batareykalarga quvvat berishdan tashqari, ya'ni o'zi yurib ketayotganda ham benzinoviy motorni ham yordam beradi. Ya'ni bu degani, agar siz batareyka tugab qolgan bo'lsa, tepaliklarga yoki misol uchun uskareniya yaxshi tezlashishlarga mashina ancha aqlli bo'ladi, chem Nissanlarga qaraganda. Lila esa okalar, Li yomon mashina demaymiz, faqatgina Lini посредственный gibridda уже ancha eskirib qolgan hisoblanadi. Hozirgi kunda уже hamma parallelniy gibrid bo'lib ketyapti okalar. Посредственный gibrid o'shancha arzonroq chiqadi, chem parallelniga qaraganda, chunki buni ishlab chiqarilayotganda bu qimmatroq bo'ladi va texnologiyasi ancha aqlliroq bo'lgandan keyin shuncha qimmatroq bo'ladi. Hammasi голосовой управление, shunga o'xshagan narsa bor. Hi BYD.
Открой мне люк. Ko'ryapsizmi aka? Nechinchi asrda yashayapmiz hozir? Nechinchi asrda 20 men bir kun kelib agar men gapirib turib, "Закрой мне люк, BYD" desam, yopsa, zo'r bo'lib ketadi. Hi BYD. Привет. Закрой мне люк. Ko'ryapsizmi aka? Ko'ryapsizmi? Просто mana eshikni yopamiz aka. Hi BYD. Я слушаю. Закрой окна. Ko'ryapsizmi mujik? Nima bo'lyapti aka? To'g'ri, bu anchadan beri bor, lekin gapirganingizni mazza qilasiz. Hozirgi kunda bu narxi bu birinchi pozitsiyasi ham bor aka. Birinchi pozitsiyasini ham hozir ko'rsataman mujik sizga. Hi BYD. Говори, пожалуйста. Включи мне кондиционер. Кондиционер включен. Главный водитель 17. Передний пассажир 17. Ana ko'rdingizmi? Главный shoferga deyapti, shoferga yo'naltiramiz deyapti. 17 gradus qilib yo'naltiraman deyapti. Passajirga ham xuddi shunaqa qilib yo'naltiraman deyapti. Aka ko'ryapsizmi? Mazza qilib siz bilan gaplashib o'tiribman. Выключи кондиционер. Кондиционер выключен. Hi BYD. Здесь. Открой мне окна. Gap yo'q akalar. Besh ketasizlar. Hi BYD. Слушаю. Открой мне люк. Hamma narsani ochib turib, endi esa birinchi pozitsiyaga ketdik. Endi esa birinchi pozitsiyasining oldiga ham keldik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, oldi tomonda men sizga bir bilan eng oxirgini ajratishni o'rgatib qo'yaman. Ko'rib turibsiz, bu yerda hamma narsa o'chib turibdi. 4-pozitsiyada desmaydi. Xuddi shu BYD yozuv teyini ham o'zi yonida bitta diodli liniya bo'lib. Oldi tomonimizda unaqa katta o'zgarish yo'q, ya'ni farqimiz yo'q, lekin yon tomoniga kelganimizdan keyin bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, diskalarimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Full pozitsiya ham ko'ryapsiz, boshqacharoq bo'lib turibdi. Bu yerda 360 kamera yo'q, mana pastdan ko'ryapmiz. Lekin narigi BYDda esa bor edi. Bunimizda esa luk ham yo'q akalar. Qachon katta bola bo'ladi, qachonki luk bo'lsa. Bundoq qilamiz akalar, bu yerda biskulchovoy do'stlarimiz bor. Bu juda ham zo'r degan akalar. Bu yoqimizda eshiklarimizda koja. Pastlarimiz jostki plastik, lekin qirilib ketadiganga o'xshamayapti. Bagaj ochadigan joylarimiz, anatomiyasiga qilingan oyna tushirib chiqadigan joylar. Bu yerda sizinlarimiz mana bunaqa, lekin narigisi elektropриводli. Bu yoq tomonlarimizda беспроводной zaryadkamiz bormi bu yerda, lekin menimcha bor akalar. Беспроводной zaryadkasi ichkarida bor ekan, ikkita podsakarnikimiz bor, PRN'niki. Undan keyin esa barimiz ham juda ham katta qilib qo'yilgan. Mashinamiz juda ham zo'r. Tak. Start stop akalar mana bunda. Mashinani yoqdik, xudo xolasa, qani endi bu yerda. Hi BYD. Говори, пожалуйста. Закрой окна. Данная функция не поддерживает голосовое управление. Пожалуйста, управляйте ручным. Ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi pozitsiyasi "Закрой мне окна" desa javob bermayapti. Ya'ni bunaqa narsa sen pul to'lama degan qarovchi. Sen uchun men yo'qman deyapti. Tushunasizlarmi akalar? Hi BYD. Здесь. Включи мне кондиционер. Кондиционер включен и установлен режим размораживания. Gap yo'q akalar. Lekin konditsionerimiz ishlayapti, gaz upravleniya. Birinchi pozitsiya bo'lsa ham, birinchi pozitsiyani ham narxini hozir to'r bilan birikini bitta taqqoslashtirib ko'ramiz va shuncha pul to'lash, ya'ni stoyitmi yo не stoyitmi? Chunki siz bu yerda qo'lingizni ishlatmayapsiz, уже hamma narsani gaz upravleniyani o'zidan ham boshqarib ketsa bo'ladi. O'tda adaptivniy kruz kontrollarini ham, ya'ni gazovoyni o'zida ham boshqarsa bo'ladi akalar. Hi BYD. Выключи кондиционер, пожалуйста. Cho'tqa akalar. Bo'ldi, o'chirdi. Ya'ni bu degani birinchi pozitsiyada gaz upravleniya faqatgina mayda-chuyda detallarni qiladi, hammasini emas. Full pozitsiyada lukka ochadi, xohlasangiz oynani tushirib chiqaradi, xohlasangiz kruz kontrolni yoqadi, xohlasangiz klima kontrolni yoqadi. Bu yoq tomon rulimizdan ham bitta ham ko'rishimiz mumkin. Mana boyga sigil etdim, akalar sigilli ruli sportivniy chiroyli qilib qo'yilgan. Mana bularnikidan ko'ra ancha aqlliroq. Bu yerda ko'ribsiz, bitta-ikkita knopkalari yetmayapti. Ya'ni bu degani men full pozitsiya emasman deyapti akalar. Bu ekranimiz ham qayladi, yotadi va shunga o'xshagan hokazo ishlarni qilib beradi. Bundoq qilamiz, ekranimizda tepaga TikTok format bo'ladi. Bunaqasi qilamiz. Bizni sevgan siz va siz meni ko'rayotgan YouTube format bo'ladi. Tabloyimiz, ekranimiz, monitorimiz, orqa tomon sidenlarimiz hammasi ko'janidan ishlangan va perforatsiyali koja qilib qo'yilgan. Birinchi pozitsiyamizni ko'rdik akalar. Birinchi pozitsiyamiz 273 million ekan, bunimizda esa 315 million 200 so'm ekan. Xitoyda chempion bo'lgan, lekin O'zbekistonda Song Pro deb nomlangan BYD mashinamiz Xitoyda xuddi shu chempion bo'ladi. Bizda esa xuddi shunimizda Song Pro deb nomlanadi akalar.
Ko'rib turgan bo'lsangiz, buni oldi tomonidagi облицовка, black piano hammasi xuddi shu BYD avtosalonni o'zidan qilib berilgan diskalari deysizlarmi, hamma narsasi. Mashina turishini ko'ryapsizlar, hozir sal bitta orqaga yurg'izamiz. Bu mashinamiz okalar shahar ichida, xudo xolasa, gibrid bo'lgani uchun где-то 6 ta 7 ta расход qiladi. 92 benzindan okalar. Mashinamizda bitta to'liq zaryadda, polni bakda xudo xolasa 1100 km, 1200 km deyiladi. Lekin shahar ichida meni tanishlarim xuddi shu mashinada где-то 900 km, 850-900 yuryapti. Konditsionerlar bilan birga. O'zi qora diskalarda bo'lmaydi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, oldi tomonlari ham bu yerda qoraytirilgan. Oldi tomonlari nima uchun qoraytirilgan? Agar siz xohlasangiz mashinani, misol uchun shu BYD qibraydan sotib oladigan bo'lsangiz ham, oka, qarang, mana shunaqa sizga tayinlab, chotki qilib berishadi, okalar. Hamma narsasi garantiyada bo'ladi, okalar. Oldi tomon black piano qilishmi, diskalarni black piano qilishmi, tomlarni qattiq desangiz ham hamyoni black piano qilib berishadi. Yana garantiyani ichida bo'ladi. Biz kulchov do'stlarimiz bor, bundoq qilib eshikni ochamiz. Ochganimizdan keyin yumshoq koja, yumshoq. Botlarimizda qattiq plastik, lekin qiriladigan plastikka o'xshamayapti. Mana laminatsiyasi yo'q. Bu tez drive mashinasi. 2 yildan beri shu mashina yuribdi. Xudo xolasa hech qanaqa ish qilinmagan, okalar. Mana shu avtosalondagilar aytishyapti, mana shu mashina bilan, mana shu mashina 2 yildan beri уже katat qilinyapti, lekin hozirgi kun kelib hali hech qanaqa ish qilinmagan, okalar. Bu degani mashina sifati juda ham aqlli. Bundoq qilamiz, okalar. Tepalarimizda panorama lyuklarimiz va hokazo narsalarimiz bor. Oldida ham orqasida ham kojniy sideniylar qilingan, perforatsiyalari bor, okalar. Hay BYD. Здесь. Zakroy okna. Ko'rib turibsiz, oynalarni yopdi. Hay BYD. Говори, пожалуйста. Открой мне люк. Jonim meni. Asalimsan sen meni. Ko'rib turganingizdek, lyuk juda ham bahaybat bo'lib ochildi, okalar. Lyukimizni bemalol ochishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz mashinani haydab ketyapsiz va undan keyin "Hay BYD" deysiz. Здесь. Zakroy мне люк. Va lyukingizni yopadi. Ko'ryapsiz, mashinani lyukini ham o'zi голосовое управление orqali yopib qo'yadi, okalar. Mashinamiz juda ham zo'r qilingan va hozirgi payt bu mashina ancha aqlliroq, chempionga qaraganda. Nima uchun deganda, endi bo'li taka o'zbekcharoq ekan. Bo'li o'zbekcharoq deganda, ya'ni bo'li bizning iqlimga mana shu mashina yaxshiroq mos kelyapti va hozirgi kunda eng talab yuqori bo'lgan mashinalardan bittasi. Bu yerda multirolimizdan ko'rib turgan bo'lsangiz, adaptivniy cruise control va undan keyin oddiy cruise control, mana yaqinlashgan, uzoqlashgan har xil knopkalarimiz bor. Monitor xohlasangiz bunaqa yotqizib qo'yamiz, xohlasangiz TikTok formati qilib olamiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Mashinaga yana bir bor aytamiz, juda ham informativniy bo'lgan tablo, rullarimiz va orqa sidenlarimiz. Hozir esa obunachimiz kelib qoldilar va ko'rishdik. Xudo xolasa shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Otabek aka ismlari. Otabek aka sizga salom, dushi bratan. Otabek aka ham shu 5000-6000 ga mashina bosh to'lovini qilib olaman deyotgan ekanlar. Kredit olmen dedim men ularga. Lekin bittagi xuddi shu narsani aytaman, okalar, kredit olmanglar. Lekin har bitta insonning o'zini miyasi bor, o'zi xohlab turgan shu narsa asosida uni qo'l urayotgan bo'lsa, olsangiz ham yaxshi mashina oling. Ya'ni hozirgi paytda yangi mashina olsangiz, siz ishlab buni pulni to'lab bo'lganingiz uchun mashinangiz buzilib qolmaydi. Song Pro eng full pozitsiyasi 110 km yuradi. Faqatgina batareykani o'zida, ya'ni benzin quyganingizdan keyin 1000 plus bo'ladi. Batareykani o'zida 110 km bo'ladi, okalar. Ko'rdingiz, mashinalarni ko'rdik. Hozirgi payt sizga qaysi bir mashinani obzori qiziq bo'lsa, kommentariyada kirib yozasiz va undan keyin kelayotgan shanba, yakshanba kuni okalar esingizdan chiqarmanglar. Xuddi shu avtosalondan kelib turib, xohlasangiz naqd, xohlasangiz rassrochkaga mashinani sotib olsangiz, oka, mana shu yerdan BYD chempion olsangiz, parok deysizmi, nima deysiz? Xohlasangiz chazorgan parok qo'yib berishadi. Tonirovka, eva korpoliklar, tonirovka vitsindan, broneplyonka va hokazo narsalari, okalar. 18-19 may kuni okalar BYD qibray sizlarni kutadi. Pastki nomerlari bor, telefon qilasizlar, davaychi mujiki, telefon qilib qanaqa bonuslari bor, shu narsani so'rab qo'ying, oka. Bu men hammasini aytmadim, siz o'zingiz uchun telefon qilib bilib olishingiz uchun.